Muhtaram Prezidentimizning 51-sonli farmoniga ko'ra, maktab direktorlarining oylik maoshi 20% ga, o'rinbosarlarning oylik maoshi 15% ga oshirilishi bu bizlar uchun juda ham bir quvonarli xabar bo'ldi. Undan oldin menejerlik sertifikati bo'yicha men o'qib, menejerlik sertifikatiga ega bo'lib, 50% ustama bilan belgilangandim. 2026-yil 1-yanvardan boshlab esa maktablar ta'lim sifati samaradorligi natijalariga ko'ra, ya'ni KPI natijalariga ko'ra yana 20% va 10% ustamalar bilan belgilanishi farmonda ko'rsatib o'tilgan. Bu esa o'z-o'zidan umumta'lim maktablar o'rtasida sog'lom raqobatni rivojlantirib, rahbarlarning yanada qattiqroq mas'uliyat bilan ishlashiga undaydi. Eng muhim o'zgarishlardan biri, biz direktorlar uchun eng quvonarli o'zgarishlardan biri aynan farmonda ko'rsatib o'tilgan maktab bo'sh turgan binolarni ijaraga berish orqali oldinlari 40% gina maktabga tushum sifatida tushardi. Endilikda esa ijaraga berilgan mablag'ning 75% maktab hisobiga tushiriladigan bo'ldi.